Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Aziz qadrdonlar, hurmatli yor do'st birodarlar. O'ta og'ir mavzu to'g'risida bir 10 minut gapirmoqchiman. Qattiq ta'sir qildi menga. Xiyonat masalasi, xiyonatni turlari ko'payib ketdi do'stlar. Faqat xotinga, xotin erga xiyonat masalasi markazda qolib ketyapti-yu, yo'q. Xiyonatni boshqa turlari ham, qiz dadasiga, dadasi o'g'liga, o'g'lisi dadasiga, mana shunaqa xiyonatlar ham ko'payib ketdi. Shogird ustoziga xiyonat qiladi. Xiyonatning turlari ko'payib ketdi. Yomon qattiq ta'sir qilgan bir voqea hozir kech bo'lsa ham men endi gapiray shuni dedim. Yaqin do'stim bor meni Toshkentda, yaxshi namozxon, savdogar, zavod fabrikalari bor. Sharoiti ham yaxshi, halol harom farqiga boradi. Oilasiga juda yaxshi qaraydigan odam. Shu odamning xotini bir yilcha yashirincha Sodiq Samarqandiyni suhbatlarini eshitib yurgan, yashirincha. Keyin bilib qolgandan keyin kech bo'lgan. Orada Turkiyaga borib qizini doktorga ko'rsatib kelamiz degan bahona bilan olib kelgan. Keyin kelgandan keyin meni o'rtog'imga telefon bo'lgan. Telefonda qizingizga sovchi bo'lishyapti bir kishi degan. Kim u? Qani kim kelsin sovchi bo'lsa, desa kelolmaydi. U Turkiyada qochuvdagi odam degan. Surishtirsa, Sodiq Samarqandiyning yonida yurgan bola bo'lgan. Abdulloh Gench. Tarqatinglar shuni videoni. Abdulloh Gench. Meni eshitadi ular. Sodiq Samarqandiy va o'sha atrofda yurgan odamlar nikoh masalasida do'stlar vali shart deyishadi. Vali shart. Vali degani otasi ruxsat bermasa qizni nikohi nikoh emas degani. Bizning mazhabimizda qiz bola balog'atga yetsa nikohi nikoh bo'laveradi-yu, ota norozi bo'lsa buzolaydi. Kufu masalasi bor, kufu to'g'ri kelmayapti bu desa buzolaydi ota. Qizni onasi Sodiq Samarqandiyning suhbatini eshitib yurganda olib borib erga ham tupurib, otasi bor 80 yoshli. Otasiga ham tupurib, oila qarindosh urug'iga tupurib ketgan Turkiyaga qizni olib qochib. Alohida pasport olishgan, qochgan. Abdulloh Genchga olib borib nikohlab bergan. Abdulloh Gench Sodiq Samarqandiylarning e'tiqodiga ko'ra ular zino bilan yashashyapti. Ota ruxsat bermagan. Mana shu masalani deb ota xotini bilan ajrashdi. Abdulloh Gench bitta yaxshi oilani ajratib olib, qizini nikohlab oldi o'ziga, 3-mi xotin qilib. 30 yoshman degan 40 yosh ekan Abdulloh Gench. Sizlarda uyat bormi? Sizlarda iymon masalasi bormi? Qo'rqasizlarmi Allohdan? U qizga ham xitob. Allohdan qo'rqasizmi sizlar? Sizlarda sal hayo bormi? Oxiratda qayta tirilish bormi? Yoki otanglarni kofir deb e'lon qilganmisizlar? Sizlarning hayolinglarda u kofir degan e'tiqodinglar bo'lsa, qilgan yo'linglar xavorijchi yo'li bo'ladi. Unda sizlar o'zingizlarga fatvo topib olgan bo'lasizlar. Fatvoyilar jahannam ko'ppaklarini fatvosi bo'ladi. Hech kim qo'llab-quvvatlamaydi bu fatvoni. Hozir bir oila ajrashdi, rasman ajrashyapti. O'rtog'im xotini bilan ajrashyapti. Mana shu qizni kasofatiga. Abdulloh Gench, Sodiq Samarqandiyning karmoni u. Moliyaviy masalalar bo'yicha menimcha shu qarab yuradi. Boshqalarga do'stlar, otalarga, onalarga, qizingizni ko'ring telefonini. Erlar, xotiningizni ko'ring telefonini, tekshiring, nazorat qiling. Nazorat qiling, kimni eshityapti, qayerda, nima bilan shug'ullanyapti. Nazorat qiling, keyin kech bo'ladi. Menimcha pushaymon qilib o'tiribdi hozir u, lekin qaytmayapti. 80 ga kirgan otasi yig'lab chaqiryapti shuni, yig'lab. Yo'q, deyapti. Menimcha otasini ham kofir deb e'lon qilgan ular. Menga aytishlari mumkin ikkinchi tarafni eshitish kerak deb. Eshitishga tayyormiz.
eshitishgan u ayolni Toshkentdagi mashhur olim Hazrat rahimahullohning eng yaqin shogirdlarini ayoli nasihat qilgan unga. Allohdan qo'rqing, ko'zingni ochgin degan. Menimcha uni ham kofir deb o'ylab ketgan, uni ham gapiga tupurib qo'yib. Qanday vaziyatga tushib qoldik-a biz islom ummati. Men o'zimni boshimdan ham o'tdi, yaqinda bir qishloqda qarindoshim, jiyanim qaroz qolib ketgan, qaramagan dadasi, onasi qaramagan, qattaga bitta haromdan hazar qilmaydigan bir isqirt bilan ketgan, qochib ketgan Rossiyaga. Rossiyaga borib olib, Instagramda menga yozyapti. Sendan borsam qasos olaman deb. Zinodan qo'rqmaydi. Otasi oq qildi o'sha qizni. Rossiyaga qochib ketgan qizni otasi oq qildi. Oq qilishman tarafdor emasman-da. Oq qilgan ota ham yaxshi ota emas o'zi. Lekin oq bo'lgan bola jannatga kirmaydi. Meni o'rtog'im qizi telefon qilgan, men turmushga chiqdim, ota rozi bo'ling deganda men rozi emasman degan. Ota oq qildim deb aytishi shart emas. Ota rozi emasman desa, u qiz oq bo'ladi. Ota kechirmaguncha shahid bo'lsa ham jannatga kirmaydi. Ota kechirmaguncha. Otani da'vosi botil bo'lsa-chi, uni mulohazasi bor. Otani da'vosi haq bo'lsa, jannatga kira olmaydi o'sha qiz. Abdulloh Gench, nechinchi xotiningiz bu bilmayman. Sizni o'zingizni fatvoyingiz bo'yicha yuravering mayli, lekin dadasi ruxsat bermagan. Kim ruxsat berdi? Nima bilan nikohladinglar? Qizni nima, qaysi tog'asi ruxsat berdimi? Bizga aytinglar kimligini. Bu odam menga juda yaqin odam. U menga gapirib beryapti, meni ko'zimdan yosh chiqib ketyapti. Ota rozi bo'lmaguncha qiz jannatga kira olmaydi, o'g'il jannatga kira olmaydi. Nuqta. Boshqa gap yo'q. Yo'q, qizlar shoshilmanglar. Yigitlar shoshilmanglar. Xiyonatni yomoni shu. Otaga qilingan xiyonat. Ummatga qilingan xiyonat. O'rtog'im ajrat talog'ini berdi ana xotinni. U xotin qizini bilan birga boshini aylantirib, Sodiq Samarqandiyda miyasi zaharlanib ketdi o'shalarning oldiga. Hozir o'sha Sodiq Samarqandiyning mahallasida yashayapti. Sodiq Samarqandiyga ham xitob bu. Yoningizda turgan Abdulloh Gench bilan ko'rishganman men, gaplashganman men. Yoningizda yurgan bola, nima qilyapsizlar? Sodiq Samarqandiy, nima qilyapsizlar? Ummat g'ami, dardi degan gapinglar maskami bu? Bir oila buzilib ketdi. O'rtog'im xotinini, ya'ni eridan so'ramasdan qochib ketgan. Safar masofasiga mahramsiz ketgan. Keyin ahli ilmlardan so'radi, talog'ini bering deyishdi. Chunki sizni nikohingizda bo'lib turgan u xotinni mas'uliyati sizda bo'ladi. Talog'ini berdi, hozir ariza topshirgan, nikohda arizada zakisdan ajrashyapti. Shu kasofatga shu qiz sababchi, Abdulloh Gench sababchi, Sodiq Samarqandiyning da'vatlari sabab. Men ogohlantirishdan to'xtamayman. O'lsam mayli endi, u jasad gapira olmasligi mumkin. Bu ogohlantirishligim qoladi lekin do'stlar. Ko'zinglarni ochinglar, ko'zimizni ochaylik. Hammamizning qizimiz bor, 4 ta qizim bor. Nima bo'larkin degan xavotirim bor meni ham. Nima bo'lib ketyapti jamiyat? Qayoqqa qarab ketyapmiz? Qizinglar nazorat qilinglar, otalar. Ayolingizni nazorat qiling. Erlar. Telefon, balo telefon. Keraksiz narsaga bo'lsa bermang telefonni. Maktabga borsin, o'qisin. Repetitor qo'ying, o'qisin. Og'ir holat do'stlar, og'ir holat. Ko'zim ko'rib turgan hodisa. Oilasi juda hech bitta narsadan kam qilmagan. Alohida uyi bor, mashinasi bor.
shofyorlari bor, hamma narsani qilib bergan. Nonko'rlik, payg'ambar alayhissalotu vassalom nonko'rlik eriga noshukur bo'lgan xotinlar jahannamni to'ldiradi deganlar. Yo, bizni ham eshitish kerak desa, tayyormiz eshitishga. Nima da'voylar bu? Nima deb o'zingizlarni oqlaysizlar? Bir eshitaylikchi, qani? Nima deb oqlaysizlar? Erin tashab turib, pasport olib turib, samolyotga o'tirib Turkiyaga ketib borish. Qaysi xotin buni oqla oladi? Xiyonat qilib turib, tushuntiraman degan gap. Nimani tushuntiradi xoin? Xoinlarga jazo berish kerak do'stlar. Jazo olmaguncha xoin xiyonatdan to'xtamaydi. Xiyonatga uchragan yana xiyonatga uchraydi jazo bermasa. Jazo nima desa, jazoning turlari ko'p. Biz endi shaxs o'laroq o'sha xoinni doiramizga kirgizmasligimiz kerak. Xoinni shundoq ustini yopishimiz kerak. Tavba qilsa, endi u tavbani Alloh ham kechiradi-da. Samimiy bo'lsa, u bir boshqa gapdir. Lekin xoin doim qonida xiyonat tomiri urib turadi uni. Ayniqsa qizni otaga xiyonati. Ayniqsa din nomidan gapirib, din davosini gapirib turib, qizlarni ilintirayotganlarning xiyonati. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Hasbunallohu va ni'mal vakil, ni'mal mavla va ni'mal nasir. Alloh taolo hammamizni o'zi asrasin. Yuzimizni yorug' qilsin, dunyodan o'tar paytimizda iymonimizni salomat qilsin. Avvalo xiyonatdan asrasin, boshqaga xiyonat qilishdan asrasin. Ummatga, millatga, xalqqa, vatanga xiyonat qilishdan asrasin hammamizni, xiyonatga uchrashdan ham asrasin. Xoinga jazo bera olmagan ummat oyoqqa tura olmaydi. O'sha Sodiq Samarqandiylarni, mana shu Abdulloh Genchga o'xshagan bolalarni, mana shu xiyonatini atrofidagilar chiqib so'raylar, nimaga bunaqa qilding deylar. Allohdan qo'rqsanglar, qiyomatda qarshilarga hujjat qoyim bo'lishidan qo'rqsanglar, so'raylar, nimaga bunaqa qilyapsan deylar. Otasi rozi emas. Nimadan nikohladinglar? Ota hozir ham rozi emas. Men rozi emasman deyapti. Qizini telefon qilsa bloklab qo'ydi qizini. Men rozi emasman sendan deyapti. Qanaqa qilib yashayapsiz o qiz? Kechqurun uyqu kelyaptimi ko'zga? Mana ogohlantirdim. Allohim o'zi guvoh. Agar dunyoda tavba qilib turib bo'yninglarni egib otanglardan rozilik so'ramasanglar, qiyomatda ko'rishamiz. Bu hikoya so'ngida tuproqqa qorishamiz. Voy xiyonat qilganlar. Mahsharda ko'rishamiz. Assalomu ala man ittaba'al huda.